Biz qoldi-ya, uylanmagani, tezroq uylanish kerak. Qodirmi? Ekan Qodir. Qodir? Ha, vallahi yaxshimisizlar? Nima gaplashib o'tirasiz? Yo'q-chi. Yo'q, uyda ishlarim bor. Qayerga ketyapsan? Ha, yo, nagli ketyapsan? Uylansa shu-da. Ya, qo'ydi. Nagli qo'ydi. Vallahi yaxshimisizlar? Bormisan, chiqargansan ko'chaga. Yaxshimiz, ha? Qarab, rasmiy tushib olaylik sen bilan. To'xta, xotinim telefon chim. Alo. O onajonsiz. Mana do'mi pastda o'tirman bola. Bo'ldi, hozir chiqaman. 5 minut mana. Mana ketdim. Xo'p. Ketasanmi o'zing? Vallahi chiqmasam bo'lmaydi, to'g'risi. Hozir kelding-ku? Yo, o'tirasan sabr. Yomon ayni desa ham bola-ya. Erkak bo'lish kerak odam hayotda-ya. Xo'p, men bilan gaplashib o'tirginglar kelyaptimi? Albatta. Ha? Unda bitta taklifim bor. Faqat yo'q demaysizlar. Mayli. Qanaqa?